Tinchlikmi? Makiyajingizga nima qildi? Bir joyga shoshayotgandim, makiyajim oqib ketdi. Makiyajingiz oqib ketmagan. U to'g'ri tayyorlanmagan. Tayyorlanmagan? Makiyajim tayyorlanadimi? Albatta tayyorlanadi. Keling, hozir men sizga o'zim ko'rsatib beraman. Meykap uzoq saqlanib turishi uchun eng birinchi narsa bu tayyorlangan teri. Demak, 3 bosqichni bugun siz bilan o'rganamiz. Primer, texnika va fiksator. Primer bu makiyajning poydevori. U terini tekislaydi, silliq bo'lmagan joylarni to'g'rilaydi va yuzdagi yaltirashni nazorat qiladi. Primerdan foydalanganda ko'p emas, yupqa surtamiz. Qanchalik kam bo'lsa, shuncha ko'p ushlab turadi. Primer tonal kremni silliq yotishiga ham sabab bo'ladi. Texnikalardan to'g'ri foydalanishni unutmang. Primer surilgandan keyin 5-10 daqiqa o'tib, navbatdagi mahsulotdan foydalanishingiz mumkin. Fiksator bosqichiga o'tishingizdan oldin o'zingizni xohishingizga qarab tonal krem yoki pudralardan foydalanishingiz mumkin. Makiyajni uzoq vaqt saqlanib turishi uchun tonni qotirish jarayoni fiksatsiyalash deyiladi. Bu jarayonda fiksatorni yuzimizdan 15-20 cm uzoqlikda tutib, me'yor darajasida sepamiz. Aniq me'yor darajasi belgilab qo'yilmaganligi sababli, taxminan quyidagidek 4-5 marotaba sepish yetarli bo'ladi. Agar siz ham makiyajingizni bir necha soat emas, butun kun davomida mukammal saqlamoqchi bo'lsangiz, primer, texnika va fiksator uchligini hech qachon unutmang. Eng muhim ma'lumot, bu xatolardan qoching. Juda ko'p primer ishlatish, qalin qatlamlar berish va makiyajni fiksatorsiz tugatish. Yuqoridagi kabi foydali ma'lumotlarni olish uchun sahifamizdagi videolarni kuzatib boring.